Renessans bog'chasining asosiy g'oyasi nimadan iborat? Bizning missiyamiz har bir bolaga individual yondashib, uning ichki layoqatini erta yoshdan aniqlash hamda milliy va xalqaro standartlar asosida har tomonlama rivojlantirish. Biz farovon, erkin va xavfsiz muhitda bolalarga intizom, mehnatsevarlik, erkin tafakkur, tabiatga mehr, kasb-hunarga qiziqish, milliy qadriyatlar hamda o'zbekona tarbiyani shakllantiramiz. Bu orqali ularni faol muloqot qiladigan, tanqidiy fikrlaydigan, kreativ, liderlik qobiliyatiga ega va kelajak hayotga puxta tayyorlangan shaxs sifatida tarbiyalaymiz. Renessans bog'chasi Renessans universitet huzurida ochilibdi. Buning qanday foydasi bor? Renessans bog'chasi Renessans universitet huzurida tashkil etildi. Bolalarning rivojlanish jarayoni tarbiyachilar, professor o'qituvchilar va xorijiy ekspertlar hamkorligida kuzatib boriladi. Har bir mashg'ulot ishlanmasi professor o'qituvchilar tomonidan shakllantiriladi. Tarbiyachilarning kasbiy mahorati muntazam ravishda rivojlantirilib boriladi. Xorijiy ekspertlar dedingiz. Xorijiy tajribalar bu jarayonga qanday qo'shiladi? Renessans bog'chasi ilg'or xorijiy ekspertlar bilan hamkorlikni olib boradi. Ayniqsa Finlandiya, Xitoy va Britaniya ta'limining ayrim metodikalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etganmiz. Masalan, Finlandiya modelidan farovonlikni, bolaning erkin rivojlanishini, ta'lim-tarbiyaning tabiat bilan uyg'unligi va fenomen yondashuvlarini oldik. Xitoy tajribasida esa tartib, intizom, mehnatsevarlik va mantiqiy fikrlash metodikasini oldik. Britaniya modelidan esa erkin fikr bildirish va muloqot madaniyati va kollaboratsiyani tarbiya jarayoniga kiritdik. E'tiborga molik jihati, bu xalqaro tajribalarning barchasi o'zbek milliy tarbiyasi bilan uyg'unlashtiriladi. Milliy qadriyatlar qanday o'rgatiladi? Bizda milliy qadriyatlar bolaga majburlab o'rgatilmaydi. Bola avval odobni ko'radi, eshitadi va kuzatadi. So'ng uni asta-sekin o'z hayotida qo'llashni o'rganadi. Mehrli va qiziqarli muhit esa bu jarayonni tabiiy va samarali qiladi. Farzandingiz bilan bir kun degan ekansizlar. Ota-ona bir kunni farzandi bilan bog'chada o'tkazadi. Ular farzandi bilan birga o'ynaydi, mashg'ulotlarda birga qatnashadi va farzandining rivojlanishini yaqindan kuzatadi va uning quvonchli lahzalariga sherik bo'ladi. Bu esa ota-ona va bola uchun unutilmas xotira bo'lib qoladi. Natijada oilada bola va ota-ona o'rtasidagi mehr, ishonch va yaqinlik yanada mustahkamlanadi. Ota-ona farzandining qiziqishi, qobiliyati va ichki dunyosini yaxshiroq anglaydi. Asosiysi, ota-ona va tarbiyachi o'rtasida o'zaro ishonch shakllanadi. Bu ishonch bolaning bog'chada o'zini erkin, xavfsiz va baxtli his qilishiga xizmat qiladi. Renessans bog'chasida bolalarning ovqatlanish tizimi qanday yo'lga qo'yilgan? Bolalarning yosh va fiziologik ehtiyojlaridan kelib chiqib, ketring xizmati orqali xavfsiz hamda muvozanatli ovqatlanish tashkil etiladi. Menyu nutritsiolog va dietolog tavsiyalari asosida tayyorlanadi. Natijada bolalar kun davomida o'zini tetik, sog'lom va faol his qiladi. To'g'ri ovqatlanish ularning jismoniy o'sishi, diqqatini jamlashi va umumiy rivojlanishiga yordam beradi. Renessans bog'chasida oromgoh ham tashkil etiladi deb eshitdik. Ha, albatta. Renessans bog'chasida yozgi sog'lomlashtirish oromgohi tashkil etiladi. Oromgoh doirasida bolajonlar kichik chodir va o'tovlarda dam olishadi. Maqsadli pikniklar, ekskursiyalar, tabiat questlari, mini laboratoriya tajribalarida ishtirok etishadi. Kichik startap o'yinlari, bir kun bir kasb loyihalari hamda yozgi san'at festivallari bolajonlarimiz uchun zavq-shavqni beradi. Ayniqsa ota-onalar ishtirokidagi ekotizm musobaqalari bir umr xotiralarida qoladi va oilalar qadriyatini rivojlantirishda turtki bo'ladi.